Tak, savolmi? Demak, qo'llarim har doim qurib, yorilib ketadi. Nimadir o'rgating. Xo'p, zo'r narsa o'rgataman qizlar. Bu narsani ishlatgan odam hech qachon qo'lidan muammo bo'lmaydi. Barcha patsientlarimga hozir даже ukol ham tavsiya qilmayman-da, mana shu mayzni tavsiya qilaman. Bu mayz, yuringlar ko'rsataman, har doim meni o'zimning stolimda turadi, chunki regularno o'zim ham foydalanib yuraman. Kelinglar, mana sizlarga hozir ko'rsataman. Ish stolimda har doim turadigan mayz bu qizlar. Mana ko'rishinglar mumkin. Stolda har doim turadi. Hamma kremlarimdan ham ko'proq mana shu mayzni yaxshi ko'raman. Qo'lga ishlatib ko'ringlar, вообще super. Bilasizlar, har doim biz perchatkada ishlaymiz. Perchatka quritib yuboradi. Qo'l nafas olmaydi, yoriladi, quriydi qo'lim. Har doim mana shu mayzni surib, endi doim deganim qizlar, doim deganim. Sal jирныйroq krem yaxshilab yedirish kerak qizlar. Yaxshilab yedirib borasizlar. Har doim deganim 15 kun muntazam ishlatiladi. 15 kun dam olasizlar. Постоянно to'xtamasdan ishlatish mumkin emas bu mayzni qizlar. 15 kun surasizlar, 15 kun dam olasizlar. 15 kun surasizlar, 15 kun dam olasizlar. Также постоянно umringlarning oxirigacha ishlatib yursanglar bo'ladi.